har kuni bu qo'shimcha daromad topish kerak. Bu binoga prezident kelganda eshik ochilishi kerak emas. Tadbirkor kelib ham uchrashsin. Mani maqsadim bu ishlash kerak. Uskuna turibdi. 30% ishlayapti. Eng zamonaviy texnologiya kelgan, o'zini pulini, sarmoyasini qo'ygan. Bu manfaat qo'shimcha qiymat berish kerakmi yo'q? Davlat bo'lib yordam bering. Mukammal egallagan odam poligohga kirsa mukammalroq kadr bo'ladi. Nimadan boshladik biz? Islohotni Xorazmda. Havo yo'l bilan, temir yo'l va yo'l bilan. Bunday oligohlarni ko'paytirish kerak. Bularda juda katta tajribasi bor. Bunaqa dargoh hech qayerda yo'q. Davlatda tinchlik kerak. Osoyishtalik kerak. Birdamlik kerak. Xorazmda og'zibirchilik deydi. Mana shu og'zibirchilik bo'lsa, bizga teng kelayotgan davlat va bizni qo'limizdan kelmayotgan marra yo'q desam, bu ham to'g'ri bo'ladi. Biz Xorazmni 1 yil, 2 yilda mutlaqo yangi darajaga ko'tarmoqchimiz. Bunday katta-katta qurilishlar qachon bo'lgan Xorazmda?